Salom, dostlar, yaxshimisizlar? Annyeonghaseyo. Konnichiwa. Konbanwa. Hay. Bugun ko'rayotgan oladek, o'zim qilib boqmagan Korean makeup damdoq endi Asiya tipini olgan Yaponcha, Koreyacha kremlarni birlashtirgan asosda mustaqil bir kremni hosil qilib chiqdim. Boshida ozroq ko'namda men qaragan sira qarag'im kelib. Bagan sira ko'zimga singib. Kawaii ko'rinib ketdi. Sizlarga boshqacha ko'rinatamdim, hozir o'qimayman. Bugungi videomda bo'lsa, sanduq ochaman. Sanduq ya'ni kichik sanduq ochaman. Ichib huzuringizga yaxshi mahsulotlardan birini sunaman. Bunaqda nima mahsulotligini ko'rmoqchi bo'lsangiz, kremimni qanday qilganini ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'tidan videoga tayling. Undaq bo'lsa, bugungi birinchi qadamimiz unboxing. Ya'ni menga kelgan Zilsiya markaliq aqartishmi. Shuni unboxing qilamiz hozir. Qayliq. Menga 3 tal beauty blender. Krem qilish tuxumini tarjima qilsam krem qilish tuxumi kelibdi. Andan keyin Zilsiya. Menki aqartishmi. Okay. 2 3. Tamam. Manda 3 rang, 3 butok kelibdi. Men ikkisi tish ko'rinishi, men ikkisini o'xshashga. Menda vanilya bilan vanilya sanka. Andan men bu oltin rangdagi vanilya Big brand. İkincisida ingliz yazılıqqa Fluid Foundation. Undaq bo'lsa, uchinchisini bir ichib baqaylik. Yansılıyor altını. İşte piçtini açma vaqtga hissiyat. Endi ichini itib baqaylik. Vanilya men birinchisini achay. Mandaka. Bununda Futurist, Zilsiya Futurist Aqua Brilliance. Anonunkin SPF 30 deydi. Yani bununki aptapda saqlanish kuchi 30 ga. İkincisini bekerek olmayacağınlara, yani şu Avrupa, Asya. İkincisini bekerek şu Amerikacha, Avrupacha kremlarga maskeladek deb o'yladim. Hozir qo'limga har birsini bir sipab o'tay. Ko'nonlar 1 2 3 3 bekerek akkuş. İkincisi o'ttirhal rangda şu mesela Euro Asya Euro Amerikacha kremlarga bekerek maskeldu. Anandaki üçüncüsü birinci numar, üçüncü numarınkidan azroq qiyiq rangda. Menga qaysi maskeldu deganda bakayım. Foundation, yani mush aqartishmeni tanlagan vaqtingizda qanday tanlaysiz? Masalan, chiq qizlar menga Viborumni ostiga va yoki YouTubening ostiga yozib qo'ydi. Fondantni qanday tanlaymiz? Aqartishmeni qaysi rangni tanlasak bo'ladi? Siz qaysi rangni ishlatyapsiz? Men shu rangni olay degandim, sizga yarashibdi. Falan degandek shunday gaplar bo'ladi. Aqartishmeni tanlagan vaqtingizda o'zingizning teringizning rangiga mos keladigan. Hamda birinchi qadamda miyadagi tomirlaringizga qaraysiz. Normal kun nurining ostida qaraysiz. Miyadagi sizningki shu qon tomiringiz qanday rangda? Agar chayiz rang bilan ko'k rang bo'lsa, undaqda siz cool to'nga kirsiz, ya'ni C harflikni tanlaysiz. Azroq sovuq, ammo sovuq rang tusini oladi, zodiyoga kiradi. Ammo agar sizningki qon tomiringiz yeshil rangda ko'rinsa, demakki siz warm tone, ya'ni nosi deb qo'yamiz. Bekerek issiq, iliman va yoki issiqroq mushta tonga kiradi. Agar ikkinchisi bor bo'lsa, masalan, chayiz rangmi bor, yeshilmi bor, shunday bo'lib qolsa, demak siz N, ya'ni o'ttirhalga kirasiz. Meningki, ma'qulamningki normalda bir qancha shu qon tomiri yeshil rangda, meningki chayiz rangda bo'lganlik uchun ikki qo'lamni ikki xilga, demak men N o'ttirhalga kiraman. Shuningdek N tondagi shu fondanlarni olsam bo'ladi. Undaqda buningdan qarab tanlayolmay qolsangiz, yana qanday qilsangiz bo'ladi deganda, bo'yningiz bilan yuzingizni o'ttirgan mandaq yagi sizib rangbar qarab turib tanlasangiz bo'ladi. Masalan, men hozir 3 yillisini qilib baqay. Birinchi numar. Bu birinchi numar. Miyaga qildim. Bu kerak oq.
2. numar. Qildim. 2. numar bekrak maska kelgandek qildi. Anaki 3. numar bu texmi oqqush, demak bu qat'iy maskamidi. Ko'ra oldingizmi? 1, 2, 3. Demak men ikkinchi, ya'ni o'ttiraldagi ton. Mushu fondötenga loyiq ekanman. Hamsa mushu ikkinchisini ishlatay. Boya men munchadan chiqqandan keyin mushu namlik saqlash maylarimni hammani surib bo'lgan. Shuningdek, udulan primerdan boshlayman. Primerga kelganda bo'lsam, men Germaniyaningki o'zining yerlik mahsuloti Douglasningki mushu aloe vera primer. Mushuni ishlataman. Ama herkes kremdan burun primer sürmez, sürüşünü unutib qolmang. Face bright. Yaqında men yaxshi uxlamay, uyqum bak o'ntab turib, karantina issiq besib, shunga yuzlarim bak mudur narsalar chiqib ketdi. To'g'ri tushunishimlarni yumib qilaman. Bak face. Bu arada kalpugimga azroq lip balm surib qo'yib turay va qo'rqib. Agar beauty blender ishlatsangiz, uni cho'qim birinchi qadam cho'qim nam qilasiz, yo'l qilasiz. Bo'lmasa teringizga may singmaydi. Nazir yo'l qilib bo'ldim. Oqartishmay naydi yenik yengilga. Mushu beauty blenderda to'xtamay yuzimni mishda may songizgan mush bir qadamni bek yaxshi ko'raman. Okay. Bence bu oqartishmay yuzingizga surgan vaqtingizda naydi yenik, naydi yiqishliq, shunday bir hissiyotni bali hargizmi bir xil yuzimda eg'ir narsa turib qolgandek his qilmadim. Anandagi yuzimga chiqib bo'lgandan keyin bir xil mat shaklni asl qildi, bak val paqrab undaq qilib yiltirab, maychirab bo'lib ketmadi. Shunga men shaxsan memnun bo'ldim. Qilib ammoyimi bu güzel oqartishmayni men yaxshi ko'rdim. Hamda sizlarga tavsiya qilaman. Zilsiya. To'g'ri o'qiganman, zilsiya yoki zilsiymu. Bir uyg'urcha zilsiya. Endilikka Fenty Beauty, ya'ni Rihanna xonimning bambu degan rangi. Shu nom bilan buni ishlatgan vaqtimizda cho'qim unutib qolmaylik, qo'limizda bir isitib etishimiz kerak. Isitib azroq erigandan keyin anadagi yuzimizga suramiz. Düz tarafını tanlab konseylörüne bir yedirasek. Anadagi eshib qolgan qismi bilan qapqimizni ustiga sursak bo'ldi. Hesabda qapaqqa bir eyeshadow konseylör bergandek işte bir şekilde nasıl çıkdı o. Endilikka as always Chanel'ninki loose powder. Shuni ishlatib bir kremimni bir to'g'iz etay. Bakcha qurib ketmasam bo'ldi, chunki men bugun o'zimcha koreyancha krem qilib olmoqchi. Qilaman qo'yma. Ham bu qoshlarim bilan oxiri shakl qatlaq chiqdi. Namadim. Ama sinab boqay. Bugun Huda Beauty'ninki New Nude paletini ishlatay. Secret bilan azroq base beretay. Hey, nima so'rayapsan? Raw degan mavran ilib qatliqim bayağı yetay. Bu kadar yeter değil mi? Yetmiyor mu? Kulağım üstüge mamamaya da attım. Resmi yıngırım kılıçını öğrengenler de otur git bilmez. Güzel bu sormalarım da. Mecbur oldu değil mi? Qaraqlang, yana
Crave. Oh wait. Crave diyarani aldığı süre bununla parmağımdan sürsem buldu. Öncelikle Kore gramlarına ang mayami astadaki devne sebukki. Watan damdo. Yanlan bayan kri secret. Tekrar indi. Andi usiach bir çöt gelip yana bayan crave. Tekrar indi. Eyeliner'ını özüme qattiq tutulib qisqa qatasiz için gerek. Tamam. Öncelikle astadaki eyeliner sürümüz. Bundan ben anlayaqsı qahvarandın işiltay. İşletkenim bolsa Gurman'ınki Essence degan markası. Şuningki 1,5 euroluk qodayma qashtaq bir mayt oddiy. Karashnoy qahvarandiki eyeliner. Hani bunu tabii köstüş üçün yedirdik. Ben de bir yaplak şekildeki brush çok bilen. Sizlerden yakın ekley. Öncelikle kirpiklik. Bugün kirpikimge kirpik çaplamayma. Hem de astı kirpikim gibi lak sürmeyme. Bu benim için ne kadar bir çoğun kadem. Lakta Too Faced Nikki Better Than Sex. Antibody. Öncelikle yüzümge azrak kontrol bereytay. Yatlap yatanlar akcan Anastasia. Anda burnumna azrak qilaytay. عندي بقرق لنطلق للتاي بومو ماكننكي او دارلينج ديان مشو هايلايترزي بقرق بوراني شلطات قلي بلانتي جلدي عندي بلاش تاع فانتي بيوتي نشلتاي رنجنا بكذا كبيرة
highlighter. Dior 999. 999. What do you think? I'm the teacher of Naksakla. Hello. What? Wait, what? Where are you? I'm in my room. Hold Nakarango. on, what? Wait, you don't look the same. Wait, what is going on? What the hell? What did you do? You tell What in me. the hell did you do, Julia? I didn't do anything. What? Men işim kımıdım. Oh no, you did something to your eye. What did you do? Oh my god, what did you Nothing. do? No, you did something. You tell me. You just showing me. Cidden min şu an birim ezeldim bak. Do you like it or not? I'm gonna do my hair. No, I love it. I love it, but it makes you look like 30 years younger. Well, I did Korean makeup. Oh, that's why. Oh, that's why. No wonder something about you look Asian today. I look Asian. Are you proud? Oh no. Kremni qilib bo'lgandan keyin chechimni ataylan bir banni qilib qo'ydim miyaga tugiblam. Tabiiyroq bundoq ko'ryapasini chiqsin deb. Andan keyin ko'pkumga asroq MAC-niki Viva Glam AA7, Viva Glam 3 AA7. Eğer ko'rinatamda ko'ranmadim o'qimdim. Lazoruqni yana asroq deb o'tdim chunki bek to'g'on olib ketgan. Shaxsan bek to'g'onni yaxshi ko'rib ketmayman. Andan keyin ko'zlarimga meton taqib oldim. Taqib bir Korean makeup hosil bo'ldi. Yoqtirishinglarni umid qilaman. Hech bir zaman sinab baxmagan kremni bilgan sindim. Qarsam qilib Benim xeyli yaxshi chiqqandan qildi. Qaysar hayron qoldi deydilar. Hamda bugungi videomizning asosliq yulduzi cho'lpani dal zilsiyarki mushu foundation, ya'ni aqartishmi buning unumlarini o'zimni ishlatib qana his qilganlarimni zaten oldida so'zlab o'tdim. Sizlarga tavsiya qilganimni dedim. Bu qitimliq videomizda yana o'xshashlar hammalarga Nike Payziu soatlardan tayyorladik. Hem Weibo'dagi güzeller uchun bir chek tortish faoliyatini ilib boramiz. Soatlarimiz nihoyatda güzel. Demak, shu videomga like berib, andan keyin bu videoni tarqatib qo'ygandan keyin siz faoliyatga qatnasha olasiz. Har zamongidek. Undaq bo'lsa, bugungi videomiz mishada yaxlashdi. Chek tortish faoliyatiga qatnashishni unutib qolmang. Ya'ni videomga like berishni unutib qolmang, tarqatishni unutib qolmang. Qanday filmlarni, yana qanday videolarni ko'rganingizda pastga yozib qo'ysangiz bo'ldi. Mening kameraim oxiri keldi. Endi bol narsalarni tantalayman. Ham sizlarga va'da berib qo'ygan vlog, andan keyin o'zim yaxshi ko'rib ishlatayotgan mahsulotlar, and then morning routine, night routine deymiz. Shunday videolarning hammasini ishlayman. Baribir uyda qanaqa boshqa ish yo'q. Bo'ldi, hammalarning muvaffaqiyatli bo'lsin. Kelasi qitimliq videomizda ko'rishaylik.